Assalamu alaikum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Hammalarga xayrli juma kuni tilayman. Hozir bu Aqsaroyning Amerikaning Aqsaroyini oldida turyapmiz. Ya'ni turayotganga 3 oy bo'ylab qoldi. Hozir shu imzo talabnoma deylik. Biz nima uchun imzo to'playmiz va nimani da'vo qilamiz? Buni hozircha bir turkum kishilar tushunmabdi va yoki bir turkum kishilarning saltidan xato tushunish burilib yoki da'vomiz burilib ketyapti. Biz qarindoshlar, biz Sharq Turkistonning mustaqilligini da'vo qilyapmiz. Buni qilayotganga 100 yildan oshdi bizning ajdodlarimiz bu da'voni qilayotganga va balki undan ko'proq bo'ldi. Ve şu Sharq Turkistonning mustaqillik davasida milyonlab şehitler vardı. Milyonlab şehitlerimiz canını verdi, kanını verdi, malını verdi. Ve hozirmi minglab, 10 minglab insanlar, hatta 100 minglab insanlar, hatta şu lagerlarda yetayotgan Sharq Turkistonda lagerlarda yetayotgan, dafsanni qilinayotgan analarımız, kızlarımız, akalarımız, atalarımız hammasi Sharq Turkistonninki mustaqillik uchun ashar yetayotdi. Ammo aramizda millatning kallasini birmilab, aq ko'ngilligidan foydalanib, bilimsizligimizdan foydalanib, millatni xato yo'llarga burmilab, mushunday kuniga kelib qo'ydi. Bu bugün başlayan iş emas. Bunu ta şey burunlu bulayotgan işler. Biz tug'ilishdan burun bu yo'lda bunchunda atalarımız aramızdaki hain munofiqlar bilan jang qilib kelgan. Vatanimizning mustaqillik uchun kurash qilib jang qilib kelgan. Ammo aramızdaki hain munofiqlar xalqimizniki mush mustamlik olatib bilimsizlikdan, aq ko'ngillikdan foydalanib xalqimizni xato yo'llarga yetaklab milletimizni, vatanimizning mushkullik sabab qo'ydi. Aziz qarindoshlarim, bizga mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q, bizning boshqa qutulishimiz yo'q. Sizlarga avtonomiya berib qutuluvlarimiz millatni da'vat qilganlarning ahvolini ko'rdik. 68 yil bo'ldi avtonomiyaga. Bundan ortiq qanday avtonomiya berildi bizga? 68 yilning ichida 40 milliondan ortiq insonimiz yo'qoldi, qirildi. 46 otom bombada 800 mingdan ortiq insonimiz vayron bo'ldi qarindoshlar. Ve hozir necha milyon inson qarindoshlarimiz, akalarimiz, urug' tuqqanlarimiz Xitoyniki concentration camp lagerlarida yotmoqda. Bunun kim sababchi? George Orwell'ninki, yani 1984'te bir kitabı bu adamninki yazgan. O George Orwell dedi ki, hain, parxor, saxtapaz, aldamchi, yilgar siyosatlarni saylaganlar kishilar jonkörga kishilar emas. Aksicha ular hain, sotqin, parxor ashunda insonlarniki cho'moqchilaridir degan. Yani biz hainlarga, sotqinlarga, munofiqlarga, parxorlarga qarshilik bermaganligimiz uchun mushkullik kelib qoldik qarindoshlar. O'z vaqtida Stalinga nima sepidan bo'ysunib, Mao'zedin bo'ysun millatimizni setib keldi. Agar o'z vaqtida bo'ysunmagan bo'lsa, Ahmedxonnedek, Diliqon Sug'urbaydek, Isoqbek Munofiqdek, Abdukirim Abbosovdek turib canimizni, biz vatanimizning mustaqilligini sotmaymiz. Unutganligini bilib turib biz vatanimizning mustaqilligini sotmaymiz deb qilgan bo'lsa, bu kim qilmaydi? Sobit Anollanovdek, Zeydin Yusufovdek va ne qator necha ming shehidlarimiz, necha million shehidlarimizdek biz vatanimizni sotmaymiz, mustaqilligimizni sotmaymiz. Canimiz kessinki biz vatan millatimizni sotmaymiz deb jon berish kerak edi. Ammo uni qilmadi. Milletni aldab, bugün vaqtinchalik avtonomiya deymiz, ata, undan mustaqillik davosini qilamiz.
deb millatni 68 yil lazım shunda aldab keldi. Qarindoshlar, bu Amerika sunadigan bu talabnomamiz, ya'ni imzo to'plashmamizni. Uning 3 xatolik bor ekan. Men buni necha qatim so'zladim. Birinchi xatolik bizning vatanimizni Sharq Turkiston demay yana Xitoyniki rezil. Ne kadar rezil, ne kadar haqoratlikni bilmay, bilib turib yana shu Xitoyniki yangi tuproq atalmış Uyg'ur avtonom rayon degan kelimani ishlatsak, bu bizga o'zimiz uchun xiyonat. Ecdadımız için hıyanet, kelgüsümüzü evlatlarımız için hıyanet, aşı milyonlap şehitlerimiz için hıyanet. Yana onu ettik değil, ikincisi bizne assallık millet. Qarindoshlar, bu hukm, bu assallık millet degan nima? Bunu bir tushunib nima qilaylik, bir imzo qo'ysak mı, bu tushunaylik baştan, nima uchun imzo qilyapmiz, nima qilyapmiz, mana nima da'vati deb. Assallık millet degan, yani Xitoyniki hakimiyetini itiraf qilganlik bilamiz. Assallık millet desek, biz aş tuproqning egisi emas, aşağıda joylashib qolgan bir assallık millet, boshqadan kelib qoldik biz degan kelima bu. Hukm bu siyosetda. Assallık millet desek, biz mustaqillik davosini qilolmaymiz. Devlet davosini qilolmaymiz, tuproq davosini qilolmaymiz qarindoshlar. Siyasi hukum bu şu. Niçin için qo'shnimizdagi Tibetliklar o'zini assallık millet demaydi? Niçin için qattiq qarıştırdı? Ularniki avtonomiyachiliklar bu assallık millet demaydi buni. Chunki ularning avtonomiyachiliklar bizniki qaraganda ularniki bugun avtonomiya deb ati yana mustaqillik deymiz deydi ular. Bizniki avtonomiyachi xoinlar bizni aldab bugun mustaqillik demaymiz. Hozircha avtonomiya deb mustaqillik deymiz deydi. Ammo assallık millet deb kirgizib olsa, mustaqillikni qilolmaymiz biz. Xalqaro qonunda bunday ish yo'q. Buni bilaylik qarindoshlar, buni tushunib qilaylik. Biz u xalqaro qonunni qildik. Dunyo ashunda e'tirof qilgan. Nima ish dunyo Tibetni Tibet deb e'tirof qildi? Nima ish Tibetliklar o'zini Shizong demaydi? Buni bir o'ylab bakalım qarindoshlar. Biz Sharq Turkiston, vatanimiz Sharq Turkiston deb ikki cumhuriyet quruldi 100 yil ichida. 100 yil ichida ikki cumhuriyet. East Turkiston Republic. Ananiki Xitoy besib kirgandan keyin atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon deb qo'ydi. Tibetni besib kirgandan keyin Tibetni Shizong biznes avtonom rayon deb qo'ydi. Ammo Tibetliklar o'zini Shizong demadi. Tibetliklar hech bir vaqt o'zini Shizong degan yo'q. Avtonomiyachilarni Shizong demadi o'zini. Yana shu Tibet deydi. Uchinchi kelima kelsak, bu dunyo BDT'ninki nimasida Uyg'urlarni shu Sharq Turkistondan 1 million inson counter extremism, ya'ni zo'ravonlik qarshi sentrlarda, ya'ni yana undan ortiq 2 million inson political and cultural re-education camp, concentration camp deb turibdi. Nima uchun biz Uyg'urlar faqat Yaman eshikasi 1 million deb o'zimizda chaqlaymiz? Nima uchun bunday qilamiz qarindoshlar? Biz bu Amerikada White House'ning oldida Prezident Trump'dan şu talep qilyapmiz. Mayli bayroqimizni qilib, Amerikaning bayrog'ini qilib, biz mustaqilligimizni, we are an independent country. Support us to regain our independence. Support us against China deb kunda 4-5 soat namoyish qilyapmiz. Biz bu yerda avtonomiyani davosini qilmayapmiz, boshqa narsaning davosini qilmayapmiz. Yana shu tufayli albatta hozirgi lagerni taqitish eng muhim. Ama lagerin taqatdim deb yana bir uyan bormaydi. Stratejik o'ylashimiz kerak. Xitoy hozir bu zulmni qattiqchini tutqizib, mushunda kirib millatni, ularga paqqillab yolg'onlik demokratiyaga shaklanib qolsa, ularga biz avtonomiya, mana sizlar avtonomiya bordi, burun u go'sangdan live stream? Yes. Burun u go'sangdan hozir demokratik Xitoyga keldi. Maybe 10 minutes. Okay. Demokratik Xitoyga keldi. Bunday kimlarni bunday qilmaymiz, unday qilmaymiz deb oldishi mumkin. Shuning yo'lini ichib ko'rishimiz mumkin biz shunday qilib. Shuning uchun qarindoshlar biz buni qattiq qarshi turishimiz kerak.
Bizga müstakillikten başka yol yok. Bunu ne çıkıtın hep geldik. Niye ecdatlarımız bu yolda ölüp gitti, canını verdi, müstakillik dep. Ve biz mi bu canımızdan beriştiği korkmayla ölsek milyonumuz, 2 milyonumuz, 10 milyonumuz, hatta 35 milyondan 30 milyon ölsek mi? 5 milyon hayat kalsımız, 5 milyon insanlar şu müstakil Şarkı Türkistan'da yaşaydı kardeşler. Bazı kişiler takip oturdu ki başlamışında deymeyiz. Hazırmış kalpakla köydirip keyin almış olmayız. G20'yi mışında etçirimiz bulmuş Amerika itiraf kılmaydı, bulmuş başka itiraf kılmaydı. Amerika itiraf kılmandı, Xitay itiraf kılmandı. Bütün dünya burun itiraf kılken neymiş ki bu Amerika itiraf kılmaydı? Tibet'ne itiraf kılsa bu Şarkı Türkistan'da neymiş itiraf kılmaz? Xitay itiraf kılmayotgan gap. Aqsidiki bu münafık hainlarning aqsidiki Xitoyni itiraf qilmayotdi. Shuning uchun millatning kallasini burmalayotdi. Burmalab kelyapti yana. Bugün bu Nebican Ala yaman takip etdi bu gapni. Bu Nebican Ala'ni sen o'qigan, bir narsa biladi, bir narsa o'rgangan odam bor. Biz ya'ni bilsam, mana bir tushundirish bilan siz müstakillik davası, müstakillik deb turib, yana nimishqa millatni aldaymiz qarindoshlar. Yana nimishqa nim qilamiz? Müstakillik deb turib, yana nimishqa Xitoyniki rezil Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon degan kelimani ishlatamiz. Yana müstakillik deb turib, yana nim uchun Xitoyniki bizning millat asonlik millat degan kategoriyaga qo'yib qo'yamiz. Kimni aldayapsizlar? Kimni aldayapsizlar? G20'ga qapiramış. Böyle G20'ga qapasa bu yerda qanday tushunchib berdi. Amerika G20'dan 20 davlat, bütün dünyaniki 20 kuchli davlatlari bir yerga keldi. Iqtisodiy jihatdan va dunyoning vaziyatini munozara qildi. Shu yerda biz Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni, biz asonlik millat desak, birinchi hukmi bu bo'yla mustaqillikni xohlamaydi ekan. Yana shu Xitoyniki bagin atalg'iga, yana shu Xitoyni seg'inibdi bular. Xitoyda ayrilg'isi yo'q ekan. Xitoydan davlatini qaytarg'isi yo'q ekan deb o'ylaydi. Ikkinchisi asonlik millat va deb nima desak, tulinib qolsak ham xalqaroga biz qat'iyan mustaqillik da'vosini qilmaymiz, davlat da'vosini qilmaymiz. Asonlik millatlar unda da'vo qilmaydi. Asonlik millat yomon nima qilsa avtonomiyani mu bek da'vo qilmaydi asonlik millat. Kichigina bir avtonomiya siyosiy talab undan nima qilaydi. Ammo mustaqillik ayrim davlat da'vosini qilmaydi qarindoshlar. Shuning uchun bilayli, men sizlarni xato yo'lga boshlamayapman. Men kallam aljiyib chiqib bu yerga bunday deb turmayapman. Men mayazman millatim qirilib ketmasin, aldinib ketmasin. Yani şu hainlarga, munafiqlarning keynidan kirib ketmasin men millatim. Ma aq ko'ngil millatim, ma bilimsiz millatim. Qirilib tükep ketmasin. Çünkü bu en ahir fırsat bizga qarindoshlar. Aldığımızda en ahir fırsat var. Bunu qat'iyan yo'qotib qo'ysak, qirilib ham ketimiz qarindoshlar. Yo'qab ketimiz, manguluk yo'qab ketimiz. 3 yildan oshdi. 3 yildan oshdi biz bu mustaqillik yo'lida kurash qilayotganga. Ve yana o Xitoyninki atalmış Xitoydan bu Xitoy düşman najis düşmandan ayrılanmayapmiz. İddia jihatdan yani milletni azdiryapti. Burun hainlarning avlodlari bugun azdiryapti. Milletim bir o'zingizning kallangizda bir o'ylab boqinglar. O'zingizlar benim qilib boqinglar. Bu Xinjiang degan gap nima? Sharq Turkiston degan nima? Asonlik degan nima? Vatan zimin egisi degan nima? Bu ikkini selektirib boqinglar. Siyaset bilmasanglarmi kichik bir hukmni bir izlab bir selektirib qilib boqinglar qarindoshlarim. Bunda bulab ketmayli. Biz o bilib bilmay siyitnochilik qilib, yani o'zimizni xiyonat qilmayli. O'zingizlar xiyonat qilyapsizlar, buni imzo qilsanglar. Ecdadımız xiyonat qilyapmiz. Ha bayrog'imizni xiyonat qilyapmiz. Bu bayroq bir pochlat emas qarindoshlar. Bu bayroq davlatimizning bayrog'i. Ikki qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatining bayrog'i.
Bütün Şarkı Türkistan halkınınki bayrak bu. Fakat Kazak'ınki, Uygur'unki, yak niminiki emas. Bütün Şarkı Türkistan halkının bayrak bu. Bizni temsil kılıdı. Halkaradı ma bayrakını kösen ma Şarkı Türkistan'ın bayrakı deydi o. Bu Uygur'unki bayrakı demeydi o. Kazak'ınki bayrakı demeydi o. Biz karandaşlarım, Allah'ın Allah. Bilmem o, belki o Jack Churchwood yapam bilen küreştim. Ve özgerteydiysem özgerteydi bombeli, Happama, özgerteydi bombeli. Men muşunda yaxşı köngülüm bilen muşunda oylap qalğantım dep yazdı. Ben şunun için bunu derhal cevap vermedim men. Nurgın halk dedi bu salih bunda doğru mu hata mı dep. Ben aklımdaki muşu Amerikalık profesörlerimden sordum ben. Ban manda Davut kandak kılımen. Kandak kılımen men. Halkım manda ezdit vardı man dişek doğru mu hata mı oldu? Eğer bu berip kalsa uzanınki mağlubiyet kılığını itiraf kıyganlıkın buludu. Uzanın teslimçilik kılığını itiraf kıygan buludu. Xitay'ınki atılmış Şinjan degenini işlersen. Yani vatanının ismi güzel Şarkı Türkistan dep turvatsa. Amerika'nınki ma parlamentninki kütüphanasında çoğun harita ba. Onun da Şinjan dep yazıqlık emas o haritada. Şarkı Türkistan dep yazıqlık. Amerika'nınki parlamentninki Taşqi İşlar Komitetininki nimesidimi o? Ve Armed Forces Committee'nin işidimi o da harita ba. Onun da mı yani şu Şarkı Türkistan dep yazıqlık canım karandaşlar. O Şinjan Uygur Abdunum Rayın diyen 1955 yıl kurulgan narsa. Onun burun Şarkı Türkistan dep neçe yılını yazı tarihi haritalar ba. Şurap bakınlar. Üzümüzü hıyanet kılmaylı karandaşlar. Bugün ulu itiraf kılmasmış. Siz için bu Amerika'nın hükümet namazı yapıldıgan Amerika hükümeti çıkıp biz bunda düzenli biz karıştırırız deyip bir bayanat kıygını bağma. Yok. Bunda iş yok. Çünkü bu da ne kılmaydı. Bu da halkın nemi kubul kıysa biz şunu kubul kılımız deydi o. Ve bunu bilip durup aramızdaki hainla, münafıkla, satkılla bunu bilip durup bunun faydalanıp umumi milletine yani şu Abdünumiye, yani şu Şinjan, yani şu asallık millet kategoriyasıga aldırıp itila otudu. Eğer hain bommasanla kattık yap kılımen, eğer hain bommasanla bunun imza kılmanla, hain bommasanla bunun karıştırınla. Çünkü bu bizge ziyanlık. Bu bizge milletimizge ziyanlık afet etkiledi milletimizge. Müstakillik davasımızı yer bilen yeksen kılıydı bu. Eğer men ben bunu imzalayman zaman da olsun bilinler ki sizler %100 hain, millet haini, vatan haini. O bayrağını tutuşka rüştünlü yok. O güzel bayrağını tutuşunlara yakın kilişine ruhsat yok bunda hainliğini ki. O bayrağını tutup biz taraftan biz Şarkı Türkistan'ın bayrağını tutup Abdünumiye dizanlar. Bu kandan mentik o. Biz Şarkı Türkistan'ın müstakillikini kollayımız deyip bir taraftan halk kanda deyip akıdın bulu bilen görüşüp yok biz müstakillik gerek emez. Kandan emisler. Kandan insanlar sizler. Millet sizler bir oylap bakmamsızlar özgür bir üzerindeki iradanlı bilen üzerindeki erkin fikir kılanmamsızlar aziz milletim. Erkin fikir kılanmamsızlar. Canım uçunda aldığını iyi veremdi o. Yanım uçunda yüzümüz bıçak sancamlık karandaşlar. Yani şu milletimizin davasını yani şu hayırlarını koyulup taş yaptıramdı o. Kaçan uygunumuz karandaşlar. Biz bu Şarkı Türkistan milli uygunu işlep çıktık. Milletin uygu tuş için. Çünkü biz 100 yılını yazdık. Ta 1705 yıldan tatıp yakin devleti yıkılgandan keyin tatıp hazırkıça milletimiz uyku içinde. Hazırkıça şu hain, münafık düşmanlarının kul astırı kaldı. Gerçi 3-4 kadın müstakilliğini faydalanıp olsak yani şu hain münafıklık aldığını kim yaptı? Yani şu hain münafıklık aldığını kim yaptı? 3 gün kaldık arkadaşlar. Yani 3 gün kaldık arkadaşlar. Aldanmaylı, aldanıp çetmeyli.
Yahudilerin bir sözü var. Aldanganını yaman körüdü Yahudiler. Aldangan yaman, aldıgan emez. Aldanmaslık gerek. Günah üzümüzde. Günah düşman demez. Düşman baribir düşmanlikini qiladi o. Hainli daim hainlikini qiladi o. Tarixten bu yan şunda. Hain yo'qolmaydi, düşman yo'qolmaydi. Ammo biz vazifamizni qilishimiz kerak. Dushman qarshi turishimiz kerak. Hainlarga qarshi turishimiz kerak. Hainlarga vatan millatimizni tashlab qo'ymasligimiz kerak. Mayli bizni saranglaysin, mayli boshqa narsa qilsin, biz qarshi turishimiz kerak. Bo'lmasa biz hainlardan hech farqimiz qolmaydi. Biz tutsak o hainlarga jasorat berib qo'ymaymiz. O hainlarga qiri va alda va millatni degan bo'lamiz. Mayli bizni saranglaysin, axsiz qilsin, biz buning bilan parvoyimiz bilak. Biz haq yo'lda turamiz, ajdodimizning yo'lida turamiz. Vatan millatimizga xiyonat qilmaymiz. O'lsak o'lamiz, ammo vatan millatimizga xiyonat qilmaymiz. Atalarimizdek, Ahmetjandek, Sobit Tamallamdek, Osman Botirdek, Zeydin Yusufdek va minglab, milyonlab şehitlerimizdek biz bu yoldan vazgeçmeyiz. İrademizni bildirishimiz kerak düşmanimizga. Biz sukutda bir millat sukutda qirilib ketadi qarindoshlar. Jang qilib bir millat qirilib yo'qolib ketgani yo'q. Sukutda qilib qirilib ketadi o. Yo'qolib ketadi millat degan. Sukut qilmayli. Düşmanga bosh egmayli. Düşmanga qarshi turayli. Ching turayli, ovozimiz bo'lsin-mi? Biz mustaqilligimizdan voz kechmaymiz. Sizinki rezil haqorat atalganını ishlatmaymiz. Biz qabul qilmaymiz seni. Çıkışımız gerek qarindoshlar. Ve onanınki hainligimi biz seninki yolundan mangmaymiz. Sen bizni aldanmaysan deyishimiz gerek qarindoshlar. Pul so'zlab ketdim. Amal yo'q. Baribir ba'zi kim qarindoshlarimiz bu gapni anglab, yani bizning xiyolini qiladi. Yani shu hainlikka aldanib ketamiz. Ammo har birsimiz bir o'ttirib, "Ma Salih Xudoyor nima deyapti?" Sharq Turkiston nima? Ma atalg'i nima? Ma Abdullah Rayin atalg'isi nima? Ushkining farqini bilaylik. Tuproq egisi bilan asonliq millatning egisi, asonliq millat degan hukmni bir tushunib o'tirib 10 minut vaqtimizni chiqarib o'ylab uningdagi imzo qilaylik. Imzo qildigan bo'lsak, uningdagi kimning xoin emasligi chiqadi. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. İnşallah hammamizga Allah bütün milletimizge, bütün Sharq Turkiston xalqiga tez vaqtda o'rlikini, mustaqilligini qaytadan aslo keltirish uchun nasib qilgay. Amin.